Hammaga assalomu alaykum. Prestijli hurmatli obunachilar. Dongfeng Pine 08 elektropozitsiyasini so'ragan ukalar uchun Dongfeng avtomobilimizni elektr avtomobili dan nalishida bor. Hozir bu avtomobilimiz Max pozitsiyasi bo'ladi. Также bu avtomobilimiz kuzoviga keladigan bo'lsak, стальной расцветка, moshinaga juda ham yarashib turadi. Videom такой qora bilan oqdan ko'ra необычный vид bo'ladi. Saloniga keladigan bo'lsak, salon qora rasvetka bo'ladi. Bu Max pozitsiyasi yili 2024-yil ishlab chiqarilgan 0 probeg. Zapas hududi 600 kilometrni tashkil qiladi. Также avtomobilimizda eshik tutqichlar richakli bo'ladi. Ultralarda o'sha bo'lsangiz knopkali bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizning ichki salonga keladigan bo'lsak, qora salon, 3 qatorli, 3 taryatli, ikkita panoramatron, katta monitor и также o'zini информационный panel, 17 dyumlik katta ekrani, беспроводная зарядка, выдвижной бар, холодильник, orqa sideniya avtomakalar bilan jihozlangan. Do'stlar, ushbu avtomobilimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelishinglar mumkin. Bu avtomobilimizda hozirda bitta dona qolgan. Xo'p, agar do'stlar ushbu avtomobillar 26 restaylingidan kerak bo'ladigan bo'lsa, 26 restaylinglardan ham bor, elektr pozitsiyasidan ham, xudo xolasa, o'sha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar to'liq ma'lumot uchun.